Bu qarachi ko'rki yotibdi. 22 kun bo'ldi. 22 kundan keyin sizga ochish kerak. 23 kun kutdim mayli. Ochmadi, qarasam ko'tarib ko'rib tuxumdan olsam ba'zi shu palag'ida, ba'zi shu daldala bo'lyapti. Uxlatib tashlaganda turmaganda tovuq 20 kun turmagan. Keyin sizga bilmayman 1-2 marta turgan bo'lishi mumkin. Usti ochiqligida men ba'zi vaqt mana ustidan yo'q qo'yardim-da. Keyin sizga tavuqni olib tuxumni tashladik. Yana yotibdi, yurmadi. Yana tagiga tuxum qo'yib qo'ydim. Bu ochadimi, ochmaydi? Hozir bugun 4-kun. Yana 18 kun kutish kerak. Bu ochsa o'sha tuxumlari yaxshi bo'ladi. Bu jo'jalari to'y qirib qo'yotadi-da. Hozir endi ustini yopmayapman, turib yursin deb. Tagini bir xil gradusda bo'lish kerak-ku, 30 necha gradusda bo'lish kerak-ku. O'zlar o'sha oxlatib tashlabdi, o'zbeklarni shifirib qirib olaman. Turib yuryapti ekan. Chunki donani ham men yoniga qo'yib qo'yardim. Hozir mayk qo'yib qo'yganman. Shunga ham turib qimirlasin deganday qilib.